Sen qotilsan. Qotillarga o'xshab emotsiyada hal qilasan hamma narsani. O'zlaringcha giroy topdilaringmi? Yo'q. Bu yerda ma'rishat qilaman. Yo'q, shuni qaramadim. Sen qotilsan. Haqiqat baribir o'rtaga chiqadi. Hali ham tushunmadingmi? Haqiqat tinchlikni yaxshi ko'radi. Ibo, parolni ber, vaqtimni olsin. Men hech kimga hech narsani aytmayman. Ha, pit! Nima? Hamma bularni gapirib turishga reja bor. Kazzo! Nima qiltursan o'shalari? Xo'jayin, bularni bekor yerkaloq. Bularni shu yerda otib tashlash kerak. O'shanda hech kim chiqatga terib qila olmaydi. Bilasanmi sen, seryozni ishlarimni nega hal qilmaysan? Chunki shoshqaloqlik bilan qaror qabul qilasan. Urushda aql bilan yutiladi. Shoshqaloqlik bilan emas. Men hamma narsani taroziga solib, kallani ishlatib ish qilaman. Kerak bo'lsa men bunaqa kalamushlarni nakazat qilib gap qilaman. Senga qo'yib bersam, qotillarga o'xshab emotsiyada hal qilasan hamma narsani. Latta. Bo'le. Charx falagim charx falag aylanasan muloyim. Bu toming ketib qoldimi sani? Ha? Anta chalib turibdi bittasi. Bizda shans bor. Ular 3-4 kishi biz ikkalamiz. O'rta, hozir harakat qilmasak, rostdan quyosh ko'rmaymiz. Bosiylu, Sen shuncha diqqatdan olding. jon shirindi. Xo'p, Qara, menda plan bor. Ibo, o'zingga kel. O'rtoq nima bo'ldi senga? Yaqinlashsak hammasi internetga tushib ketadi. Kep jinnimi kime?